Polvon bo'lsa qonida, dadasilar yonida. polvon dadasilar yonida, ha polvon bo'lmasa-chi qonida. Ayasilar yonida. Bitta qanday bo'lsa bo'lmasa. Mashinani tortib bersin, ketdik bolam. Kreker avtomobil mashina, marhamat. Mana. Ha, turing. Omada bo'lasan. Hay. Hozir mana shu polvonchamiz amakisi bor. Hozir chiqdi. O'sha mashinani ko'taradi bir tarafida. Damkirat mashinani qanday ko'tarsa, ana shu holatda yelkasini qo'yib ko'taradi. Mashina bizga o'rgirib oldiga qarab haydaydi. Orqadan zanjirni o'tkazilib, mana shu lo'mni amakisi treker mashina bilan olish tomosha ko'rsatib beradi. Undan oldin polvonimiz mashinani tortib bersin. Bitta qarsak bo'lsa, qani? Birodalar, bu cho'lan qasdiki velosipedni baloni ham aylanmaydi. Ovozga qarsak bo'lsa, mashinani kankillatib tortib beraman. निकले थे हम ko'tarib olam, qarab turing. 4-sinf akasi ko'tarilmagan toshni 3-sinf ko'tarib beradi. Bos! Keta! Hop! Barakalla tepaga. Bos! 1 2 3 4 5. Menimcha qarsakka arziydi. Qani polvonlar. Barakalla.
ikkita, uchta, to'rtta, beshta, qani tunigaga. Qoch, kelagiram deyapti. Hop, bitta qo'lda tepaga bo'ladi. Bos. Ana endi bitta qarsay bo'lsam polvonga. Birodalar, bu chorak qashika kamarda massam ko'tarilmaydi. Qani. Ovozidan qarshi bo'lsin. Rahmat. Hozir tosh tunik otgan ko'rlayni. Endi akamni ham ko'taraman-da, aylatir kallasini tunikiga tashlayman. Qani? Ya bo'lmaydi. Bu hali uylangan yo'q. Ha uylanib olsang, ha, bo'laveradi sizga. Ya temirga tushsa yomon tushadi. Temirdan qilsa yerga yumshoq tushadi-da. Yerga yumshoq tushadi. Qani kesga olsa. Ko'tarib olam, keta. Bos. Opa. 60 kilolik qarsay bo'lsin. Qani. Keta. Bu ozga to'xta. Ovoz bersa yengillik qildi ishnikida. Mani ko'tarib beradi.